o'zimni aqlli ko'rsatmoqchi emasman-ku. Bu taom shved oshi emas. Xorazmning milliy taomiga ozgina o'zgartirish kirgizib, o'z menyumga qo'shib qo'ydim. Piyozlarni qozonga solib, tillarang bo'lguncha qovurib, ketidan go'sht, bir bog' ko'k chesnok yaxshilab qovurib olamiz. 2 xil bulg'ori, qizil sabzi solib qovurib olamiz. Har bir xonadonda topiladigan pomidor achu solib 1-2 minut qovurib olamiz. Ziravorlar solish esdan chiqmasin. 1 qoshiq tomat va kartoshkalarni solib, keragicha suv solib, qaynab chiqqach tagini pasaytiramiz. Bu yerda xamirini tayyorlaymiz. Chopperga 1 bog' ukrop, 1 chimdim tuz, 7 dona tuxum, manda ismilog'i suv bor edi, 1 piyola, ketidan 1 piyola suv. Yaxshilab blender qilib olamiz. Xorazmliklar shved oshini qatiq bilan tortib qilishar ekan. Ko'rdim-u tayyorlagim keldi. Qo'limdan kelarmikan degan ikkilanish bo'ldi. Shuning uchun o'zim kesma lag'mon taomimni shved oshi bilan uyg'unlantirib tayyorlashga harakat qildim. Menga bu taom juda ham yoqdi. Sizlarga ham ilinib qolaman. Lag'monlarni tuzli suvda pishirib, qurtlarni maydalab qo'yib, birma-bir suzib olamiz. Issiq taomimizni ustiga maydalangan qurtlardan ko'p solsanglar, shunaqa yeyishli bo'lar ekan. E'tibor bilan, tabassum bilan tomosha qilganingizga rahmat.